plat tushirib, ya'ni boshqa chet el mamlakatini qochib ketgan. Hafta davomida o'zim yonidan qatnadim, trading sohasini o'rganish bo'yicha. Shunday plat keling, pulni aytib beraman dedi. Shu vaqtimda $10,000 tashlagan vaqtimda Dubayda bizlar pulimiz buzlab qoldi. Mana shudan tashlash vaqtimda. Meni ofis topinglar, uyda ishlab bilmaydirman. Ofis topinglar, ofis topinglar ishlayman bemalol dedi. Qisqa javob berdi. O'zim yozaman, keyin yozaman. Shu ish bo'yicha 1-2 murojaat etdim men. Oktyabr oyida yan tarafdan bu odamni tutdilar. $24,000 oldim. $11,000 bankdan olib tashladi, so'rayman deb turib, faqat yozib ber dedi. $11,000 olasan, $24,000dan kechasan. Bo'lmasa u pulni olib bilmaysan deb ma'no turibdilar. Hozirgi kunda trading sohasi juda ham rivojlanib qo'ydi. Bu bo'yicha juda ham ko'plab kurslar, boshqa narsalar ochilib turibdi. Mayli, o'zi bizlar kurslar haqida gaplashishimiz yo'q. Bizlara murojaat kelib tushdi. Ya'ni o'sha trading sohasindagi mutaxassislar pulini berib turib, hech qanday foyda olmaydirib va qisman foyda olsam, keyin oxirida krupniy plat tushirib, ya'ni boshqa chet el mamlakatini qochib ketgan va hozirgi kunda soti bo'lib va hech qanday hozirgi kunda hech qanday bir jazo qo'llanilmaydirib, ozodlikda yurgan inson fuqaro haqida gaplashamiz va murojaatchini o'zining fikrlarini ko'rib olamiz. Videoni oxirigacha yaxshilab ko'ringlar va o'zlaringiz xulosa qilasizlar degan umiddaman. Yuqorida aytib o'tganimni, hozir men Asadbek akam bilan suhbat qilajakman. O'zi aslida voqea nechik bo'ladi? Voqeasida 2020-yil trading yaxshi tushunaman, o'zim ishlayman shu orqali deb turib menga aytgan edi. Keyin o'rgataman o'zim, o'sha kurslar, offline kurslarga kelsang o'rgataman degan edi. 2020-yil avgust oyining boshida hafta davomida o'zim yonidan qatnadim, trading sohasini o'rganish bo'yicha. Menga aytdi, agar puling bo'lsa, pullaringni ko'paytirib beraman trading sohasida. Foiz ishimiz dedi. Ya'ni u o'zini mutaxassislar donishtirdi, to'g'rimi? Trading sohasi bo'yicha. Keyin avgust oyida pulingni ko'paytirib beraman degandan keyin pul taklif etdi. Shunday pul keling, pulni aytib beraman dedi. Men $15,000 pulim bor dedi. Nechik bo'ladi dedim men. $15,000ni xudo xolasa bir oy ichida 20-30 ming yetib beraman dedi, oy oxirigacha dedi. Xo'p deb men $15,000ni avgust oyida uning shotini tashlab berdim men. Broker shotini tashlab berdim. O'zining nomida bo'lgan broker shotini tashlab berdim. Keyin ishladi ozroq, ish ko'rsatdi. $18,000 foyda etdi. Undan keyin esa bizlar tarif dedi. Tarif bo'yicha margin account bor dedi. Shu margin accountda oldi sotdiqni biz tezroq aytamiz. İlk gününe kamida 3,000-4,000 sof foyda olib bilamiz dedi. Gününe $35,000 dedi. Gününe 3,000-4,000 sof foyda etamiz dedi. Undan keyin esa bizlar sentabr oyida $35,000 общий yig'nadi. Keyin shotini tashlash uchun Dubayga pul chiqardik $30,000ni. Dubay orqali bizlar esa $15,000 tashlab berildi. Shu vaqtimda $10,000 tashlagan vaqtimda Dubaydan bizlar pulimiz buzlab qoldi. Mana shudan tashlash vaqtimda. Limit oshib ketgan, shunday gap so'zlab turib $10,000 buzlab qoldi. Keyin qolgan pulni qaytarib olib turib, O'zbekistonga Xorazmga qaytarib olib turib, Nukus orqali mana shotini yana $20,000 tashlab keldik. $10,000dan tashqari buzlab qolgandan tashqari. Общий $35,000 berdik Remilan shotini. $35,000 bergandan keyin shu vaqtda ozroq ishlab yurdi. Keyin men ishlarim bo'lgani uchun yanlarına borib bilmadim. Undan keyin telefondan shunday meni ofis topinglar, uyda ishlab bilmaydirman. Ofis topinglar, ofis orqali ishlayman bemalol dedi. Xo'p deb ofis topchiqdan Oxunboy yonida $5 ofis topdik. Keyin ofisga chiqardik. Undan keyin ish davomida ishlab yurdi, boshqa tarafda nechik bo'lib turibdi desam, ishlab yurdi, xudo xolasa oyda qanday pullarni chiqarib beraman, qizliqman, ishlabmiz, zo'r, hammasi yaxshi yetib boradi dedi. Shundan keyin men o'ylab bormadim men. Borgandan keyin dekabr oylarida nechik bo'ldi, pul chiqarali, ishlarimiz normallashib boshladimi degan vaqtimda qisqa javob berdi. O'zim yozaman, keyin yozaman. Shundan keyin esa yanvar oyida уже yo'qolib ketdidan fevral oyida Rossiyaga qochib ketdi. Rossiyaga qochib ketgandan keyin uyina bordim, qidirdim, boshqa etdim. Yozdim Telegramdan pullar chiqarib bering dedim. Qatenti so'm bo'lsa ham chiqarib bering, qani gaplashamiz dedim. Shu bilan umuman atvet yo'q, Telegramdan o'chirib tashladi pulni. Hech gap so'zsiz Rossiyaga ketib qolding. Hech gap so'z Rossiyaga ketib qoldi. Undan keyin shu ish bo'yicha 1-2 murojaat etdim men. 1-2 murojaat etdim. Ustidan ish ochildi, jinoiy firibgarlik bo'ldi bu. 168-modda 4-qismi bilan firibgarlik nasab ochildi ustidan jinoiy ish. Oktyabr oyida yan tarafdan bu odamni tutdilar. Oktyabr tutdilar. Undan keyin beri aprel oyida 2025-aprel oyida oldirdilar. Shundan keyin sot oladi dedilar, sotni kutdim, o'zini yanına bordim, shunday pullarni chiqarib bering, o'zimdan natali qonunni to'g'rilab bering dedim. Umuman gaplashmadi, masalan, pul olmayman dedi, shunday deb o'zini jildiga yoqdi. Undan keyin 2025-yil sentabr oyida sotlara boshlandi buni. Yakuniy sotda chaqirdilar, men 5-noyabrga yakuniy sotda chaqirib qo'ydilar. Shu tema bo'yicha qamoqda etib turadilar. 5-noyabr kuni Xanqa tumanidagi sotdan Otabek degan menga telefon urdi. Otabek telefon urib, Asadbek Srochniga ket, sot boshlanmasini oldi kel dedi. Borsam Otabek menga aytib turibdi. Bugun sotning oxirgi kuni xulosa bo'ladi. $24,000 oldim. $11,000ni
bankdan olib berishadi, so'rayman deb turib, tilxat yozib ber dedi. 11 ming dollarni olasan, 24 ming dollardan kechasan. Bo'lmasa u pulni olib bilmaysan deb mana turibdilar. Sabab edi unda ishni. Endi o'zlarini o'zlari aytib turibdilar, shu gapdan shu nima berib turibdilar, bosim berib turibdilar, yozib ber, bo'lmasa u pulni olib bilmaysan deb bosim beryaptilar har tomonlama. Sudya ham berib turibdi, Otabek ham berib turibdi, Otabekamni sudyaning yordamchisi, pomoshniki. Yozib bermasang chiqib bo'lyapti desam, 11 ming dollarni olib bilmaysan, bir tiyin pul olib bilmaysan, oqlab beradilar deb turibdi. Adilni aytib turibdi hamma narsani. O'sha bu sud hali bo'lmaydir buni oqlab beradi. Demak, sud boshlanmaymi turib, siz uni qarori chiqib bo'lgan dejekmingda hozir u gapi bilan? Qisqa aytganda, shu oqlab bersani aytib turibdilar, bir tiyin pul olmasang aytib turibdilar, tilxat olacaklar mendan. Pulni oldim degan tilxat olacaklar, lekin sizga qo'lingizga pul berilmadi hech qanday. Yo'q, men qo'lga pul berdim, tilxat yozib turibdilar. Yo'q, men yozib beraman dedim men. Siz yozib bermasang o'zing bilsan, bir tiyin pul yo'q sanaddan ketib qoldi. Keyin sud boshlandi, sudga girdim. Sudga girgan vaqtda u Rimdan ayblanuvchini oqlab berdilar. 11 ming dollarni bankdan olib berish bo'yicha qaror berdilar. Общий 35 ming dollar aybladilar, 24 ming MIB tomonidan undirib beriladi dedi. Lekin bu yerda kartasini chiqargan pullari, telefondan o'zining shaxsiy kartasidan 6 mingcha dollar pul chiqarib qo'yadi. Shunda savol bordan, shu aytib tursangiz, kartaga chiqargan pullar cheklari bormi shuni? Avang hammasini siz lekin shuni sota taqdim etganmisiz? Avang uni o'zi Nodadalar masalan sota taqdim etgan vaqtida meni fakt bor ekan. Buni ko'rib chiqish kerak, chunki pullar hammasi ma'lum, 35 ming dollar ma'lum, chadana ya'ni bank orqali yoki o'sha shotdan chiqarib olgan cheklari ma'lum. Nodab javob berdilar unga. Buni inobat olmadilar sudya. Sabab? Bank tomonidan berildi, hamma narsa bankda o'zi olib borib berdi. Masalan, shuni Tем более bank официальный. Ofitsialni pechatlab turib olib borib berdilar. O'zining shaxsiy kartasini 6 mingcha dollar chiqarib olgan. Keyin shotlarni olib ketib turib, hammasini taqdim etdi bank tomonidan, lekin sudya uni inobatga olmay turib 170-chi modda bilan oqlab berdilar. Lekin aslida bu yerda o'zining kartasini chiqarib turib, o'zining shaxsiy ehtiyojlarini ishlatgan bu pullarni bizga aytmay turib. Bu yerda inobat olmay oqlab berib turibdilar. Demak, bu yerda hozir shu bo'yicha sudni qaroridan norozisiz, to'g'rimi? Bu bo'yicha menimcha apellyatsiya ham berdingiz o'xshaydi. Apellyatsiya berdim. Apellyatsiya berdingiz. Qachon bo'ldi endi sud? Endi biz dekabrning boshida apellyatsiyaga berdik, hali hech kim chaqirmadi. Hech kim chaqirmading. Bu bo'yicha o'zingiz fikringiz nima? Misol, nima deydi? Boshda 168 bilan chiqarilgan qaror birdan o'zgarib 170 ga o'zgarib ketgan nima bo'laysiz misol o'zingiz fikringizcha? Bu yerda tanish birchilik bo'lgan uchun desa, bu odamni ayblab Rossiyadan 168-o'rdan ochib turib, Rossiyada shuni firibgar deb turib, qamab turib, bu yerga kelgandan keyin o'zgarib turibdi-da u narsa. Masalan, o'zimizdan O'zbekistonda jildi emas o'tirganlar, qamab turib. Tergov davomida kim tergovchadi? Misol, baribir tergov davomida tergov, bilasiz-ku siz ham, tergov qilingandan keyin sudga bu hujjatlar beriladi. Sud kim bunga qaror chiqaradi, to'g'rimi? Hamma narsani hujjatlarni ko'rib chiqib. Bu bo'yicha kim tergovchi bo'lgan? Misol, tergovchi edi Xorazmda. Suhrabda yana. U misol undan ham so'ramadingizmi? Misol, nechun birdan 168-modda 170 ga o'zgardi? Sabab nima? Bu yerda fakt nima deb so'ramadingizmi sud vaqtida? Misol, tergovchi ham, prokuror ham hammasi bo'ladi quyida. Bu yerda sudyaga savol berildi, nechun unday bo'ldi deb turib, agar norozilik lozim bo'lsa, apellyatsiyada berasizlar. Shuni demak hech qanday izoh bermadi sizga? Yo'q, hech kim izoh bermadi, apellyatsiya orqali berasizlar dedi. Tushunarli. Demak, uni deyarli o'zi ochiqda, ya'ni ochiqda yuribdi. Hech qanday nima deydi, sud tomonidan uni qamoqqa olish choralari qo'llanilmadi, lekin sud vaqtida uni ozod etildi. Ya'ni aytganingizdek 11 ming dollaringiz berildi. 24 ming dollaringiz esa MIB orqali undirishga qo'yildi. Tushunarli. Yurtlaringizning menimcha meni ko'rib o'tirgan sudda ishlaydigan yoki o'sha Xorazm viloyatidagi sud jarayonida ishlaydigan insonlar iltimos sizlardan bu narsani atroflicha o'rganib chiqsangiz yaxshi bo'lardi. Chunki 168-modda bilan ochilgan, ya'ni o'sha qarorimiz nechun birdan 170-moddaga o'zgardi? Sabab nima yoki misol oddiy fuqaroga bosim qilishi yoki bunda yozib berasan deyishi haqqi bormadi o'zi. Bu savollarga to'g'risi atroflicha yo'l topishimiz kerak. Chunki bu holatni prokuratura tomonidan yoki Oliy sud tomonidan ham bu holatlarni e'tibor olib qo'ysangizlar yaxshi bo'lardi. Chunki oddiy bir inson jabr ko'rib qolishi mumkin emas. Chunki bilasizmi, hozir to'g'ri pulini undirib berish qo'yilgan, lekin bilasizmi, MIB tomonidan baribir unga bosim berilgan bilan men 24 ming dollarni nedan topib beraman degan gaplar ham bo'lishi mumkin-da. Chunki menda uncha pul yo'q deb masalan siz faqat shu pulingizni kutib masalan yillarni o'tirib berishingiz mumkin-ku, to'g'rimi? Masalan, yo'q pulni nishab berish mumkin. Lekin uni masalan yana ozodlikda yurish ham sal noto'g'ri emasmi ekan? Ya'ni mayli uni sudning qarori chiqqan, lekin apellyatsiya berilgan, lekin bir yeri bor-da.
nechun degan savol tug'ildi-da. 168-modda bilan ochilgan, ya'ni o'sha qaror nechun sudni oxirgi vaqtini kelib turib 170-modda bilan bu narsa yopildi-da, ya'ni o'sha qaror chiqarildi. Cho'rlari qiziq. Ya'ni suddan so'ragan vaqtdan ham hech qanday javob berilmagan. Agar norozi bo'lsangizlar, Oliy sudga yoki boshqa yuqori turuvchi organlarga murojaat etishingiz mumkin deyilgan. Lekin bu bir tomonlama ishdan to'g'risi. Chunki baribir sud bunga izoh berishi kerak edi. Albatta izohi bo'lsa iltimos sizlardan Xonqa tumani sudi iloji bo'lsa shu izoh, ya'ni shu voqealarga izoh berib o'tsangiz Nuruston a'lo nur bo'ladi. Chunki o'rtada shubhali voqealar, ya'ni shubhali gaplar o'tdi-da, shunga izoh berib tochkasini qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Chunki bir odam guyib qolish ham noto'g'ri. Ya'ni bir odam 35 ming dollarini olib boshqa mamlakatga qochib ketadidan kelgandan keyin 168-modda ochiladi, lekin oxirida borib 170-modda. Bu tushunarsiz holatdan to'g'risi. Bu holat bo'yicha ozgina bo'lsam atroflicha o'rganib, bu narsaga izoh berishingizni so'ragan bo'lar edik va fuqaroni manfaatini, ya'ni oqlashlaringizni, ya'ni o'sha pullarini vaqtida qaytarib berishlarini so'rar edik va o'sha pulini olib aldov yo'li bilan pulini olib ketgan inson ham boshqatdan, ya'ni tergov ishlarini olib borish, ya'ni tergov ishini boshqatdan boshlashlarini so'ragan bo'lar edim. Shu bo'yicha nol bo'lganini podrobniy yordam berib turib, iloji bo'lsa qo'ldan kelgancha qonuniy javob berishlarini xohlar edim men. Qonuniy, faqat qonuniy. Biza hech qanday kimnidir qarorini yoki sud qarorini yoki boshqa tergovchini ishlarini aralash niyatimiz yo'q. Faqat qonuniy tarafdan bu narsani tasdiqlab, to'g'rilab bersalar yaxshi bo'lardi. Chunki ayrim bir masalan sota bo'lgan ishonchsizlikni yo'qotmaslik kerak deyman-da. Chunki sota bo'lgan ishonchsizlik yo'qolsa, uje boshqa narsani kutib o'tirish ham shart emas. Shuning uchun bu narsani yana takrorlayman. Fuqaroni qilib turgan murojaatini e'tiborga olib va bu narsaga ko'p tezroq izoh bersangiz yaxshi bo'ladi. Chunki bu ham uje apellyatsiyaga bergan, yana sud jarayoni boshlanadi va bundan oldin esa tergovni boshqatdan qilsalar, Nuruston a'lo nur bo'ladi deb o'ylayman.